Mazkur qonun loyihasi o'zi tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslar, ayollarga qo'shimcha imtiyozlar beradi. Lekin barchangizning diqqatingizni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasiga kiritilayotgan o'zgartirishga jalb qilmoqchiman. Mazkur qonunda pasport tizimi qoidalarini buzish belgilangan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yoki fuqarolik bo'lmagan shaxs, xorij fuqarosi rasmiy hujjatlarni yo'qotganda, qasddan shikast yetkazganda javobgarlik masalasi bor. Hozirgi qonun loyihasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga berilgan rasmiy hujjatlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik chorasi ko'rilmasligi nazarda tutilyapti. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxsga nisbatan. Biroq mazkur qonunda 223-moddaning ichida qayd etilgan fuqarolik bo'lmagan shaxslar, chet el fuqarosiga berilgan rasmiy hujjatlar nazarda tutilmayapti-da. Go'yoki ular ma'muriy javobgarlikka tortiladi, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi javobgarlikka tortilmaydi degan norma kiritilayotgandek. Endi ayni paytda O'zbekiston Respublikasida fuqarolik bo'lmagan shaxslar istiqomat qiladi. Ular ham tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxsga aylanib qolishi mumkin. Kelgusida o'zlariga tegishli bo'lgan rasmiy hujjatlar shu huquqbuzarlik yoki jinoyat oqibatida yo'qolib qolishi mumkin. Bu nega kiritilmadi? Shunga izoh bersangiz. Juda o'rinli savol berdingiz. Men hozir bu yerda kiritilmaganini sababini aniq sizga tushuntirib bera olmayman, lekin ikkinchi o'qishda shu narsani qo'shib, ya'ni birga o'rganib chiqamiz. Adliya organlari bilan va ichki ishlar organlari bilan birga o'rganib chiqib javob bera olamiz deb o'ylayman. Hozir lekin birlamchi meni fikrim, to'g'ri savol beryapsiz. Biz buni bu yoqqa qo'shishimiz kerak.